Assalamu alaikum. Şarkı Türkistan Halk Saylimi topudaki kırındaşlar yaxşımsızlar. Bu topu meni admin maqib qo'yibdi. Rahmat amanglarga. Men o'zimniki bir fikrimni o'tirib qo'yib qo'yay dedim. Risolat xonimmi debdi shu hukumatdagilarimiz pozitsiyasini bildirgan bo'lsa deb. Men bu 2004-yildan tortib shu hukumatda, shu hukumatning kuchlanib Sharqi Turkiston milliy da'vosi uchun bir his qo'shish uchun hamda qo'limdan bor tirishchiliklarni qildim, lekin bu hukumat 2006-yildan tortib ikki bo'lib qoldi. Bu ikkini bir qilib deb bektirishdik. 2015 qurultay açtık Tokyo'da. Bir qılanmadık. Vay hükümet çıkıp gitti degan gap bo'ldi. 2019'ga kelgancha bu texim ko'payib ketib qoldi. Endi bundan nurg'un masalalar bor. O'zimizdagi masalalar bor. Balki Xitoyning ta'siri bo'lishi mumkin deymiz. Endi men o'zim shaxsan men turgan hukumatni biz to'xtatib qo'ygan burun. Bunlar ko'payib ketgan hukumat bilan bir ish qilishning to'g'ri yo'l emas ekanligini, hatto Amerika parlamenti a'zolari bilan ko'rishgan vaqtimizda bu masalani piratdi. Bu hukumat bir emas necha bo'lib ketib, hech kimning oldiga berib hech qanday ishni qila olmaydiganligimizni tushundik. Shuni to'xtadik biz. To'xtaqliq. Hozirmi to'xtayman. Bu hukumatning bir qilg'ini bo'lishga ishonmayman men. Masalan, bu gapni ochiq deb qo'yay. Ochiq deb o'zimning pozitsiyasini bildiray dedim. Shunga qarindoshlar xafa bo'lmaysizlar. Ben bu ishdan voz kechgan edim. Shunga topdan chiqib ketaman, xafa bo'lmaysizlar. Agar tirishchiliginglar bo'lsa, buni shunday hukumatni bir qila oladigan irodanglar bo'lsa, uni qo'llayman, tabriklayman. Allohga emanet bo'linglar.